Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar, kasbdoshlar, obunachilar. Xudo xohlasa, bugun bir zakasni bitirishga muvaffaq bo'ldik, alhamdulillah. Xorazm viloyat Qo'shko'pir. Xudo xohlasa Umidbekniki alhamdulillah bitirdik. 120 lik formalar. Yaqinda Instagramdan ozgina reklama qo'yib boshladim, alhamdulillah. Amirdan telefon bo'lib turibdi. Qiziqib turibdilar, ko'rib turibdilar, maslahat so'rab turibdilar. Xudo xohlasa, yana zakazlarimiz bor. Shu zakazdan yasandan keyin formalarimiz ko'payadi. Formalar ko'paygandan keyin hammasini tushuntirib aytib beraman, qaysi masofaga kerakligini. Kichkina beton ishlab chiqarish bo'ladi albatta bu yerda. Hozir faqat kolodis formasi, undan keyin tuma formalari bor, yana undan keyin o'zim stoykalarniki bor. Shlakoblok masalan, va shunga o'xshagan kichkina beton izlariya bo'ladigan bo'lsa, beton mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, hammasini yaratib borish harakatidaman, xudo xohlasa. Bugundan videolarimiz o'sha sveji bo'ladi, emas oldingilari hammasi profilni to'ldirish uchun edi. Endi bugundan xudo xohlasa hammasini yangi qo'yib boramiz. 120 lik forma zakazimiz shunday edi, qalinligi 5,5 cm atrofida. Balandligi 25 cm dan. 4 tona zakaz berganlar bitkazdik. Krishkalarimiz ham shu dasturda. Ikkita krishkamiz masalan 7 cm dan 14 cm, ikkita krishkamiz 5 cm. Bular 120 lik. Mana bulasi 130 lik. Bular ham xuddi shunday, ikkitasi 7 cm, ikkitasi 5 cm. Qalinligi 5 cm. Xudo xohlasa Umidbek narsalaring tayyor, obeddan keyin bemalol yo'lga chiqishing mumkin. Profilni o'zida telefon nomerini qoldirib qo'yibman. Boshqa viloyatdagilar maslahat kerak bo'lsa bemalol so'rayverasizlar, xudo xohlasa. Ishlaringiz, umringizga barakat, sog' omon bo'linglar.